Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda fuqarolarni turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibi belgilandi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda fuqarolarni yashash va turar joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish hamda ro'yxatdan o'tkazilganligini bekor qilish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Turgan joyi shaxs qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan asoslarda vaqtincha yashaydigan joylashtirish vositasi, davolash muassasasi yoki shaxsning yashash joyi hisoblanmaydigan turar joy. Yashash joyi shaxs mulkdor sifatida ijara, tekin foydalanish shartnomasi bo'yicha yoki qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa asoslarga ko'ra doimiy ravishda yashaydigan hamda o'zi yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan uy, kvartira, xizmat turar joyi, maxsus uy, yotoqxona, nogironlar, faxriylar, yolg'izlar, qariyalar uchun internat uy, shuningdek bolalar uyi yoki boshqa maqsadli uy yoxud boshqa turar joy. Hukumatning 6-mayda kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, ichki ishlar organlarining migratsiya va personallashtirilgan bo'limlari mazkur sohada vakolatli organ hisoblanadi. Fuqaroni yashash joyi va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish har ikki tomon, mulkdor va fuqaro ishtirokida amalga oshiriladi va ularning roziligi Face ID yoki Mobile ID tizimi orqali tasdiqlanadi. Bir nechta uyga yoki kvartiraga ega bo'lgan turar joy mulkdori ulardan faqat bittasiga yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkaziladi. 18 yoshga to'lmagan fuqaro ota-onasi yoki ulardan biri yoxud vasiysi, homiysi ro'yxatdan o'tkazilgan manzilda yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkaziladi. Fuqaro yangi yashash joyiga kelgan kundan e'tiboran 10 ish kuni ichida yashash joyi yoki turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tishi va turar joy mulkdori uni yashash joyi yoki turgan joyi manziliga ro'yxatdan o'tkazish uchun vakolatli organga xabar berishi shart. Fuqarolar yoki turar joy mulkdori ro'yxatdan o'tkazish uchun o'zlariga qulay bo'lgan joydagi vakolatli organ yoki davlat xizmatlari markazlari, aqlli migratsiya shoxobchalari orqali shaxsan yoxud YIDHP xabar berish tizimi orqali onlayn tarzda murojaat qilishlari mumkin. Fuqaroning yashash joyi va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgani unda mazkur turar joyga uy-joy maydoniga bo'lgan mulkdor huquqi kelib chiqishiga olib kelmaydi. Turar joyni ijara yoki tekinga foydalanish shartnomasi turar joy mulkdori tomonidan tasdiqlangani fuqaroni turar joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish uchun turar joy mulkdorining roziligi hisoblanadi. O'zbekistonning quyidagi huquqlarida fuqarolarning erkin harakatlanishi, turar va yashash joyini tanlash huquqi cheklanishi mumkin. Chegara zonasi, yopiq harbiy shaharchalarda, yopiq ma'muriy hududiy tuzilmalarda, favqulodda holat yoki safarbarlik e'lon qilingan hududlarda va boshqalar. Turar joy o'tkazib berish uchun taqiq qo'yilgan bo'lsa yoki xatlab qo'yilgan bo'lsa, yashash joyi yoki turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishni rad etishga sabab bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.